Shifokorlar qachondan beri aytyapti-da, energetik ichmanglar deb. Mana sizlarga ahvol. Sherzod akamiz ahvolini ko'ryapsizlarmi? O'zimizdan O'zbekiston Rossiyaga mashina haydab odam tashib ana shunday energetik ichib bo'lib shoxi ushdi. Bu qanaqa kasallik ekan aka? Shundasi ekan. O'zi asli o'tgan yili mayga boshlangan. Noyabrga operatsiya qildim kichkinalik paytda. Keyin kattarib ketdi. Shundan beri shu azobga yuribdi. Har kuni mana shunaqa dorilarni ichyapsiz, to'g'rimi aka? Sherzod akamiz mana shu kasallikni davolash uchun o'zlarini o'ylarini sotganlar, lekin pullari mana shu dori-darmonga ketib qolgan ekan. Ostoxonani ichiga ijaraga turibdilar. Farzandlaringizdan bormi? Oilam bor. O'zi 85-yilsiz. Qaynimdan ketadi. Ba'zi bilan oilamni boqishim biroz sharoit bor. Kelinglar, ko'ringlar, mana ko'zlaringiz bilan ko'ringlar, juda ham achinarli holat. Hozir benti yetsa qonab ketar ekan. 30 ming dollar ketar ekan mana shu kasallikni davolash uchun Hindistonga borib operatsiya qilish kerak ekan. Like bosib, repost qilinglar mana shu videoni, akamizga qo'limizdan kelgancha yordam qilaylik.